oilani buzilishiga sabab bo'ladigan, sog'liq tufayli oila buzilishiga sabab bo'ladigan misollar juda ham ko'p. Bularni oldini olish uchun nafaqat ayollar, balki kuyovlarni ham check-up asosida ham jinsiy tomondan, ham umumiy ruhiy tomondan organizm holatini aniqlash uchun, sog'liq haqida to'liq ma'lumot olish uchun bu check-uplar xizmat qiladi. Bitta kelin-kuyov telefon qilyapti bugun. O'sha check-up videomizni ko'rib turib, bu deydi, borsam deydi, shuni analiz yozib bera olmaysizmi deydi. Tushmasam deydi. Nimaga desam, ularga nigohdagi qog'ozga kerak ekan. Unaqa bo'lsa bizga kelmasdan qo'yavering dedi. Men sizni sog'lig'ingizni aniq tekshirilgan holda, aniq qoningiz bunaqa ekan, jinsiy holatingizda bunaqa muammo bor ekan, ichki tomirlarda bunaqa muammo bor ekan, yuragingizda bunaqa bor ekan, o'zingiz tekshiruvlardan keyin bunaqa muammo bor ekan deb aniq bitta qog'ozcha beraman sizga. 6 oy mobaynida mana shu qog'ozcha bilan birga o'zingiz sog'lig'ingizni to'liq bir pasporti bo'ladi desam, yo'q, O'zbekistonda shunaqa narsalar ham qilinmayapti. Albatta dedim. To'ydan oldin mana shunaqa qog'oz oling, ertaga sizdan inshaalloh farzandingizda muammosi, to'ydan keyin bo'ladigan har xil kasalliklar oldini olishga yordam beradi bu desam, bo'ldi, men boraman deb yozib qo'yishadi. Ya'ni hali tushuncha paydo bo'lmagan. Ya'ni yana bitta holat bo'ldi. Bitta qizni onalar telefon qildilar. Biz qizlar uchun deb alohida urg'u beramiz. Qizlar uchun check-up. Ko'pchilik qizlar ota-onasiga ham hattoki o'zining muammolarini aytishga beradi. Bilasiz, O'zbekistonda ota-ona bilan qiz orasida nima bo'ladi? Onalar telefon qilyapti, shu videolaringni ko'rdim, qizlar uchun check-upda dedilar. Ha, albatta bizda bunaqa check-upimiz mavjud, yangi ishlab chiqdik. Shunaqa check-up. Nimalar bor ichida? Sanab berdik. 20 yaqin analizlar bor, UZI bor, boshqa joyda shuni tutsam paloncha pul deydi, arzon ekan deydi. Ha, biz hammasini birlashtirsak, o'zimizga ham bemorlarimizga yaxshi bo'lishi uchun har xil joylarga borib, UZIga bor, ginekologga bormas, bitta joyga kelib, vaqtingizni, umringizni, ham pulingizni tejagan holda mana shu narsani o'ting deb tavsiya berdik.